Qani, yaxshimisiz? Ismingiz? Allohga shukr, Azizbek ismim. Masalangiz bir ayting qani? Biz masalamiz shundaki, biz 1922-yili 20-yil ekan oilaviy aka-ukalar bo'lib MCJ Azamat Sardor MCJ ochib chorvachilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. 30-35-40 yildan beri chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Jun sanoati chorvachilikni rivojlantirish va yaylov xo'jaliklarini rivojlantirish uyushmasidan 2021-yil birinchi boshida 153 gektar yer oldik. Qayerdan? Ulug'bek Sifiyu, Ulug'bek jamoat xo'jaligini hududidan, Sharof Rashid tumani. Sharof Rashid tumani. 42-19 kontrdan. 2022-yil bizga yaylov yetishmagani uchun yana naryoqdan qo'shib berdi. Bobur jamoat xo'jaligini yaylov hududidan qo'shib berdi. Necha gektar qo'shib berdi? 120 gektar. Qo'shib berdi. Ya 70 gektar qo'shib berdi. 70 gektar qo'shib bergandan keyin o'sha jami 120 gektar yerimiz bo'ldi. 49 yilga shartnoma qilganmiz. 49 yilga. 2022-yil hali bizni shartnomamiz tugamasdan o'sha uyushmada ishlaydigan Hasan Bahodir degan. Yaxshi taniyman. Hasan Bahodir. Endi qo'palan bo'lsa aytaman, kalamish. Xo'sh, Ana shu Hasan Bahodir Arion Capital'dan bizde yerimizni hali shartnomamiz tugamasdan 2022-yil 6-oktyabr kuni Qo'shbuloq parrandasi fermer xo'jaligiga shartnoma qilib berib yuboryapti. Bizde yerimizni. Bizde yerimiz bor, biz o'yimchimizga biriktirilgan yerda berib yuboryapti. Hali shartnoma tugamasdan. Shunday. Keyin biz nimaga bunday qildik desak, indamaydi, yerga qaraydi. Bizga bordi. Aka 3 million so'm pul bering dedi. Biz bo'pti, kiftansa yozib beramiz desak, indamasdan turib ketdi-da, borib o'sha Qo'shbuloq parrandasi fermer xo'jaligidan olib turib $200 olib turib unga qilib beryapti, shartnoma qilib beryapti. Tushundim. Undan keyin mana shu 2022-yildan beri mana shu yer tortishuv. Mana 2025-yil prezidentimiz, hurmatli prezidentimizni qarori bilan, 15-sonli qarori bilan veterinariya xo'jaligiga o'tdi butun yaylovlar. Bizga veterinariya qo'mita, Respublika veterinariya qo'mitasidan bizga 124 gektar kontrlari bilan alik qilganmiz. Kontrlar bilan tasdiqlanib keldi yer. Shunga qaramasdan Abdurahmonov Orif 30-aprel kuni Qo'shbuloq parrandasiga o'sha kontrlarni yana shartnoma qilib berib yuboryapti. Lekin bu bergani noqonuniy. Hali hokim tuman hokimiyatidan tasdiqlanmagan, kadastrdan tasdiqlanmasdan berib yuboryapti. Vaholanki ro'yxatda siz turibsiz. Ro'yxatda biz turibmiz. Birinchi biz olganmiz, birinchi biz turibmiz. Lekin Qo'shbuloq parrandasiga berib yuboryapti. Qani haqiqat berdi. Pul olish masalalari Orif Abdurahmonov bari ekskursiya. Hasan Bahodir ham Orif ham ekskursiya bari. Sizdan lekin pul talab qilib, pul olib. Yo'q, mendan qo'rqadi pul talab qilgani. Mendan qo'rqadi. Lekin uni pulini olib turib qilib beryapti. Xo'p, pulini olib turib qilib bermasa, otasini yerimi beta tortishib turgan Ali. Yo'q, hammasini yerimi? Bu prezidentimiz, bu hukumatning yeri bu, xalqning yeri bu. Nimaga berib yuboradi? Xo'p. O'zi mana veterinariya, nima deydi, viloyat veterinariyasida ham yig'ilish bo'ldi, aytdi, qilmayman shartnoma dedi. Qilmayman dedi. Tuman veterinariyasi ham bo'ldi, hokimiyatdan odamlar bo'ldi, yo'q dedi, shartnoma qilish tugatganmiz, qilganmiz, to'xtatganmiz, hech kimga bermaymiz dedi. Vaholanki 30-aprel kuni berib yuboryapti. Qayerdan bildingiz uni siz? Mana menda danilari bor hammasini. Men buni Sharof Rashid tuman veterinariyasidan bildim. Yer berib yuborganini. Kontrlar menda kontrlari nechinchi kontrlargacha xuddi bizga berkitilgan yerlarda iminni o'sha alinga berib yuboryapti. Endi umuman bunday qo'yib qaraganda bu Abdurahmonov Orifni bu veterinariya qo'mitasi beta yer berib ishlashga haqqi yo'q. Ishlashga umuman haqqi yo'q buni. Nimaga noloyiq buni ishlashga? Nimaga otasidan qolgan yer bormi? Hali tasdiqdan o'tmagan, kadastrdan o'tmagan yerda berib yuborib. Xo'p, Orif aka, nima qilib berib yubordingiz? Otangizdan qolgan yer bormi? Yo'q, xolangizdan qolgan yer bormi? Qo'palan bo'lib aytganda. Hali tuman hokimini qarori chiqmasdan, kadastrdan o'tkazmasdan nimaga berib yuborasiz? Qani aytingchi, prezidentimiz qarorlari qayerda qolyapti?
Ijrosi qayerda qolyapti? Ijrosi qayerda qolyapti? Yo qo'mita Norqobilovda adisi qayerda qolyapti? Yo o'zingizni kursdoshingiz Oqboyevga ishonyapsizmi? Oqboyev kim edi? Kursoshi bo'ladi. Qo'mitada ali zam bo'lib ishlaydi. Tushunarli. Mana sizga rezultat. Hali menda shunday dandilar turibdi. Hali umuman menga qarang. Umuman nima deydi? Qo'mitaga a'zo bo'lmagan fermer xo'jaliklarga berib yuboryapti. Ularga nima auksion orqali beringlar degan. Auksion orqali sotinglar degan. Siz nimaga berib yuborasiz? Qani aytingchi, o'rtoq Abdurahmonov, Orif aka, siz men bilan tengsiz. Men sizni do'stim deb yurardim shu vaqtgacha. Lekin qilgan qilgishingiz, qilgan alingiz yolg'on. Faqat yolg'on bilan keladi. Ana Husan aka faqat yolg'on gapirib olib ketdi. O'zini boshini o'zi yeb ketdi. Siz ham o'zingizni boshingizni yebmoqchimisiz? O'zingizni oyog'ingizga o'zingiz bolta urasiz. O'zingizni oyog'ingiz. Men qayta aytaman. Hasani Bahodirga ishondingizmi? Sizni botqoqqa tortib bo'yningizga sirtmoq qiladi. Hali biz 10 ta 15 tamiz. Shunday hali prokuraturaga beramiz bu xatlarni hali. Arizalarni prokuraturaga beramiz. Mana shu aligimiz, intervyuimiz hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichga yetib borishini biz iltimos qilamiz mana shu Shavkat akadan. Iltimos qilamiz, yetib borsin. Qo'mita Norqobilovga yetib borsin. Viloyat hokimigacha. Viloyat hokimi Mustafoyevga, Ulug'bek Mustafoyevga yetib borsin. Ulug'bek aka, men sizga aytaman, sizni olib borayotgan siyosatingiz juda yaxshi, menga yoqadi. Xalqqa ham yoqadi. Bizdaqa fermerlarga, bizdaqa chorvador, mana masalan men nogironman. Nogiron bo'lib turib xalqimga arzonlashtirilgan go'sht yetishtirib beryapman. Nogiron bo'lib turib xalqimga arzonlashtirilgan go'sht yetishtirib beryapman. Shularda inobatga olgan yo'q mana shu odamlar. Jun topshiryapman men. Hali teri topshirganman, lekin jun topshirganman. Qani bizda shunaqa aliklarimiz? Nimaga yuzaga chiqarmaydi? Hamma joyda korrupsiya. Yaylov uyushmasidagi. Yaylov uyushmasidaglar. Iminni Orif akani aligizdagilar. Faqat korrupsiya. Olayotgan oyliklaring yetmayaptimi? Bola chaqalaringni olib borayotgan aliklaring harom-ku bular. Qonunga zidligichi? Qonunga zidligi. Men hurmatli viloyat prokuroridan iltimos so'rayman. Mana buni chuqur o'rganing. Xalq qayerga borsin, dodini qayerga borib aytsin. Yo yana janjal bo'lib, yo bir-birimizni pichoqlashimiz kerakmi? Odam yulish kerakmi? Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, yo'l qilib beringlar, qilaylik shuni. Ulug'bek Mavlonovich Odil hokimimiz viloyat prokuroridan oxirgi so'zingizni aytib so'rang qani. Hurmatli Ulug'bek aka, sizdan iltimos qilib so'rayman. Mana shuni chuqur o'rganing. Bizdaqa mehnatkashlarga yordam qiling. Bizni o'sha vaqtda men a'zo bo'lgan vaqtimda 646 ta edi qo'yim. Yaylov yo'qligidan, yaylov janjali bo'lgandan men qo'yim hozir 350 ta qo'yim qoldi, 360 ta qo'yim qoldi. Qirilib yo'q bo'lib ketdi. Kasallarim boqilmaganimdan. Yaylov uyushmasi raisi Orif Abdurahmonovning ishda qolmaslik masalasi bo'yicha. Ulug'bek aka, Orifni umuman ishdan olib tashlang. Noloyiq bu odam. Qo'ying, haqiqatga yo'q odamni qo'ying. Sizdan iltimos qilib so'raymiz. Hurmatli viloyat prokurori, sizdan taftish qilsinmi? Taftish qiling mana shuni. Jinoiy javobgarlikka torting. Haqiqatan qilayotgan ishi jinoiy javobgar bu. Jinoyat buni qilayotgan ishi. O'zi ishi shahar prokuraturasida turibdi. Sizdan iltimos qilib so'raymiz biz. Rahmat.